Salom do'stlar, demak bugungi videomiz mana shu bot haqida bo'ladi. Yana bitta eslatma, mana shu Telegram kanalga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Manzili kommentariyada bo'ladi. Xo'sh, demak botga kirib qolamiz. Bu botda biz mana bu yerni bosamiz. Tangalar orqali pul ishlab boramiz. Xo'sh, bu yerda mana asosiy birinchi bo'lim. Bu yerda 10 ta reklama ko'rsangiz 100 tanga bonus beradi. Bu yerda Telegram kanali bor. Obuna bo'lganingiz uchun 100 tanga beradi. Mana bajarildi deyapti. Ya'ni 100 tanga bonus berdi. Reklama ko'rish uchun mana shu ustiga bosamiz. Bu yerda mana ko'rish. Bu yerda mana 15 soniyalik reklama. Biroz kutamiz. Siz esa vaqtdan unumli foydalanib kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying va Telegram kanalga ham obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bu yerda mana reklama tugadi. Endi mana shu X ni bosamiz. Ko'rishlar mana 2 ta bo'ldi. 10 ta ko'rsak biz 100 tanga bonus olamiz. X ni bosib bu yerdan chiqib ketamiz. Endi ikkinchi bo'limga o'tamiz. Bu yerda mana 10 ta reklama ko'rasiz. Xuddi boyagidek 10 ta reklama ko'rgandan keyin sizga promo kod beradi. O'sha nusxalab olib bu yerga kiritib yuborishni bosasiz. Qanchadir bonus beradi. Men ham bir marta bonus oldim. Menga 18 tangami qanchadir bonus berdi. Birdan to 500 gacha, 500 tangagacha bonus beradi do'stlar. Bu omadingizga bog'liq. Bu yerda mana referal bo'limi bor. Bu yerda mana menda 7 ta referal bor. Bu yerda mana 45 tanga bonus berilgan. Bu yerda pastroqqa tushadigan bo'lsak, mana daraja deyapti. Darajani ko'tarish uchun mana 15 ta do'stingizni taklif qilsangiz, hozir menga 8 ta kerak, 7 tasi bor. Daraja 7% ga bonus ko'payadi. Hozir birinchi daraja mana 5%, ya'ni sizning do'stingiz Telegram kanaliga a'zo bo'lsa 100 tanga beradi, sizga esa 5 tanga bonus beradi. Mana shunaqa har 100 tangaga 5 tanga bonus beradi. Agar siz ko'proq referal chaqirib darajalarni ko'tarsangiz, mana 100 ta referal chaqiradigan bo'lsangiz 25% bonus berar ekan. Bu ham yomon emas. Mana shunaqa asosan referallar orqali pul ishlaysiz bu yerda, ya'ni tangalarni ko'paytirib. Misol uchun sizda Telegram akkaunt ko'p bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz ham start bosib referal bo'lishingiz mumkin. Albatta Telegram kanaliga a'zo bo'lishingiz kerak, sababi bonus beradi. Bonussiz tanga ishlay olmaysiz. Xo'sh, endi 4-bo'lim. Bu yerda reyting hozir yuklanmoqda. Videoni biroz to'xtatib turaman. Xo'sh, mana bu yerda adashmasam mana shu ismi Bunyod 10,000 tanga ishlagan ekan. 10,000 dan biroz ko'proq reyting bu. Qolganlari mana ko'rib turganingizdek 8,000 dan ko'proq, xullas 7,000 top 30 talik. Mana shunaqa bonus olayotganlar. Va oxirgi bo'lim, profil bo'limi. Bu yerda men hisobimda mana 163 tanga bor, 7 ta referal bor. Mana do'stlardan kelgan daromad deyapti. Bu yerda 45 tanga. Yana 8 ta referaldan keyin darajam ko'tarilar ekan. Xo'sh, bu yerda mana pul yechish 8,500 tanga, mana 8500 tanga, 10,000 so'm. Bu yerga minimal tanga miqdorini kiritasiz. 10,000 tanga bo'lgandan keyin 10,000 tangani kiritasiz. Bu yerda Uzkort yoki Humoni kiritasiz. 16 ta raqam kiritgandan keyin pul yechishni bosasiz. To'lovlar har juma kuni amalga oshiriladi deyapti. Har juma kuni pul yechib olishingiz mumkin. Ya'ni to'lovlarni o'sha juma kuni to'lab beradi. Xohlagan paytingizda pul yechib olishingiz mumkin. Faqat to'lovlar juma kuni ekan. Bu yerda to'lovlar tarixi. Men hali pul yechganim yo'q, sababi men hisobimda yetarli mablag' mavjud emas. Demak, bu yerda asosan mana shu reklama ko'rib yoki referal orqali pul ishlab borishingiz mumkin. Endi pul to'laydimi yo'qmi men aniq bilmayman, lekin bu yerda mana shuncha odam ishlayapti. Menimcha to'lasa kerak. Bo'lmasa shuncha odam bu yerda vaqt yo'qotib shuncha tangalarni yig'ib o'tirmasdi. Keyin yana bitta mana shunaqa bot bor. Hozir Telegram kanaliga qaytamiz. Bu yerda bu ham xuddi shunday. Bu yerda lekin har 15 daqiqada o'yin o'ynab ham pul ishlashingiz mumkin.
Agar xohlasangiz keyingi videoda buni ham video qilishim mumkin. Izohlarda yozib qoldiring va yana bitta eslatma, mana shu Telegram kanalga ham obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bot manzili esa kommentariyada va описаниеda bo'ladi.